Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana Johnny FC. Bugungi videodan ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biza yangi video olyapmiz. Juda ham ko'p qolib ketdim. Endi bir oy dam olyapman. Shuning uchun sizlarga bu oyda ko'proq video chiqaraman. Hozir esa bu yangi sezon, U30 dan keyingi sezon yangilandi. Biza shu yangilangan draftlarni ochamiz va sizlarga juda ham quvnoq video qo'yamiz degan umiddaman. Xo'p, biza bu birinchi hafta hozir mana payshanba kuni, kelayotgan payshanba kuni bu sezon tugaydi. Unda ham chiroyli sizlarga videolar yasayman. Hozir esa shu videoni ko'rasizlar, chunki men bunga mehnat qilganman. Shuning uchun bu videoni qo'yishga qaror qildim. Xo'p, biza bu sezonning boshini boshlaymiz. Xo'p, bizada internet ishlamay qolyapti. Juda ham qatish bo'lyapti. Xo'p, biza endi magazindan draftlarni olamiz. Hozirda biza 50 mingga yaqin James bor. Bularni biza draft olishga ishlatib olamiz. Xo'p, biza birinchi oladigan draftimiz People Pack'dan menimcha hech kim tushmaydi. Undan oldin 2000 taga draft olgan olamiz, chunki People Pack'dan ko'pincha 10 ta o'yinchi yoki 100 ta o'yinchini treningni almashtiradigan tushadi. Shuning uchun hozir biza draft olamiz. Bir dona bizada kunlik challenge tugadi. Bitta bitta draftni olib oldik. Bu yerdan chiqamiz. Xo'p, endi biza 44 mingta qoldi. 2 mingtani ketkazib oldik. Bizani qiladigan ishimiz hozircha internet juda ham sust ishlamoqda. Bundan uzr so'rayman. Xo'p, biza endi People Pack'ni ochib olamiz shu yerda. Xo'p, bizaga nima tushadi? Qani, taxmin qilib ko'ringlar va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ha, aytgancha, men Telegram kanal ochdim. Telegram kanal profilimni pastda bo'ladi. Unga kiringlar. Biz FC Mobile'dagi yangi ma'lumotlarni u yerga qo'shib boramiz. Bizada Telegramda 50 ta obunachi bo'lishga arafasida 120 overall akkauntni konkursda yutib olishingiz mumkin. Telegramga kiring va 50 ta obunachi yig'ib bering. Va sizlar 120 overall akkauntni qo'lga kiritishga imkoniyatingiz bo'ladi. Xo'p. Endi biza 30 mingtaga 10 ta draft voucher olamiz. Bizada 10 ta bu yerdan 11 ta, bitta u yerdan bo'ldi. Hop, biz 14 mingtaga yana 12 mingtasiga 4 dona draft olamiz. Hop, biz buni olishni boshladik. 15 mingtaga bir dona 100 gems yetmas ekan. Hozir biz 4 dona olib olamiz. Undan keyin 100 gems yig'ib, uni ham olishga harakat qilamiz. Bir dona draft. Xo'p, internet ishlamayapti, juda ham sust. Bizning qiladigan ishimiz endi navbatda exchange'ga kirib, liga tokenlarini bizaga Schneider kelibdi. 40 mingtaga menimcha bu maslahat bermayman, chunki buzunitlarning zamonasi o'tdi. Bizaga 120 o'yinchilar keldi. Hozirda eng maksimali 117 menimcha bizga kerak emas. Olsak ham sapnikda bizda Olise bor, bu вообще bizda o'ynamaydi. Shuning uchun ham imkoniyatlari ham juda ham past bo'lgani uchun buni olmaymiz. 40 mingta hayf bo'lib ketadi. Shuning uchun biz hozir draft olamiz. 2 ta va bizda birinchisi olinmoqda. Xo'p, biz birinchisini oldik. Endi ikkinchisiga harakat qilamiz. Xo'p. Birinchisi va ikkinchisi yana 10 mingta, bizda 26 mingta qolmoqda. Biz 20 mingtaga rank olaylikmikin yoki 25 mingta ekan Qosimmi keyingi sezonda. Xo'p, buni men o'ylashim kerak hozircha. Biz aytamizda mana shu token nimaga kerakligini hech bilmadim. Qayerdan olishdi ham? Agar bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib qo'ysin. Balki oldingi sezon ham bo'lishi mumkin. Oldin FIFAda shunaqa Chempion Ligasi kelgan bo'lsa, o'shandagi nima tokenlar bo'lishi ham mumkin. Hop, biza oldin u tokenlar bo'lardi. Hozir esa ularni yo'qotgan. Bilmadim nega qo'shib qo'ydi. Menimcha kimlardadir bor deb o'yladi. 20 mingtaga 500 ta rank olamiz. Hop. 500 ta rank bizning qo'limizda.
Bizada esa nechta rankap bo'ldi? 2877 ta rankap. Bu bitta o'yinchini full qilishga menimcha bemalol yetsa kerak. Xo'p. Hozirda bizni akkauntimiz overall 124. Keyinchalik 125 bo'ladi. Bu eski videoligi uchun hozircha 124. Boshlanishda 125 ligini ko'rdingiz. Xo'p. Bizda 2009 da James qolib ketdi. Buni keyin qilamiz. Hozircha biz draftga kirib olamiz. Draft. Star Pass'da bizda DMC kelibdi. Birinchi Star Pass'ni ko'rgim keldi, nimaga bilmadim. Cristiano Ronaldo bor ekan bu yerda. 131 tezlik, 138 udar. Bu anchagina yaxshi. Xo'p, bu yerda Van Dijk kelibdi, Yıldız kelibdi, Yıldız 5 ga 5 oyoq. Yaxshi. Anchagina yaxshi. Bu yerda esa Van Dijk degan o'yinchi, ya'ni Van Dijk deb o'qiymiz. To'g'ri talaffuz qilamiz. Shu. Bu yerda Cristiano Ronaldo kelibdi. Buni olish kerak Star Pass'ni. Bu yerda esa Messi. Anchagina yaxshi Star Pass. Endrik ham 6 ta yaxshi o'yinchi berar ekan bu yerda. Bu yerda esa Dempsey. Maslahatim bu Star Pass'ni o'yinchi uchun emas, James FC Points draft uchun olish kerak, chunki bu yerda Dempsey kimga keragi bor. Masalan, men agar James FC Points draft bo'lmaganda, masalan, men buni olmagan bo'lardim, chunki 117 Dempsey. Lekin qobiliyati bor ekan 117 bo'lsa ham, xo'p. Bu yerda juda ham chiroyli yasab qo'yishibdi. The World Gamingni Ronaldo, Maradona, dunyo qirollari. Xo'p, bu yerda bizda hali ham Chempion Ligasini ikkinchi tokeni turibdi, hali ham yo'qolmagan. Va bu yerda U30 hali ham bor. Bizga son keldi. Son statistikasi juda ham zo'r emas, 5 ga 5 oyoq. 146 dribling, 151 tezligi, 138. Menimcha strikerga yaxshi. Bu yerda U30 hali ham ketmagan. Bu The World Gaming Jahon chempionatining birinchi haftasi hozir. Ertaga Jahon chempionatining birinchi qismi tugab, ikkinchi qismi payshanba kuni bo'lib o'tadi. Biz buni birinchi qismini boshini olganmiz. Meni mehnatim ketmasin deya bu videoni montaj qilib qo'yapman. Sizlarga yoqadi, juda ham omadli o'yin bo'lgan. Buni ko'rib zavqlanasizlar. Xo'p, bizda hozircha hech kim yo'q. Biz Zebert bilan Kimmixni bu yerda olganmiz. Bularni biz rank up qilib qo'yamiz. Full bo'ldi. 123 Kimmixni RB ga qo'yamiz, chunki bizda RB pozitsiyasiga o'yinchi yetishmaydi. Juda ham hozircha RB'miz kuchsiz, endi esa kuchli bo'ladi. 115 kunni bor edi, endi bizda Kimmix bor. Xo'p, bu Kimmix juda ham yaxshi o'yinchi. 123 SDM, o'ziga yarasha kuchli, himoyasi, yarim himoyada ham juda ham, ya'ni himoyakor, yarim himoyada ham juda ham yaxshi o'ynab beradi. SDM, biz esa buni RB ga qo'yamiz. Chunki SDM bizda yo'q, bizda SAP bor. Shuning uchun biz buni SDM ga qo'ya olmaymiz va RB ga qo'yishga qaror qildim. Boshqa imkoniyatim ham yo'q. Shuning uchun biz endi Kundedan voz kechamiz va buni Kundening o'rniga qo'yamiz. Xo'p, Kunde, sen bilan xayrlashamiz. Shu kungacha sen bilan juda ham ko'p yo'llarni bosib o'tdik. Endi esa bizning oramizda Kunde yo'q. Xayr, Kunde. Endi Zerebertoni kuchaytiramiz. Zereberto ham juda ham yaxshi o'yinchi. Menimcha yetadi. Xo'p, biz birinchi rank upni shu yerda berib olamiz va 123 Zereberto bizani kutib ol. Keyingi rank up full bo'lishga, ya'ni 700 ta rank up ketadi. Bu yerda complete white midfielder beramiz. Himoyada ham, Elmada ham, Elvada ham, ya'ni Elma chap tomon har pozitsiyasini egallagan o'yinchi. Biz endi buni full qildik. Biz buni Elbaga qo'yamiz. Nimaga desangiz, Elvada bizda Semenyo bor.
Shuning uchun u yerga qo'ymaymiz. Biza uni qo'ydik. Riz endi bizani oramizda yo'q, chunki u 116 edi. Biza 119 ni uning o'rniga qo'ymoqdamiz. Rizdan imkoniyatini olib kimga ham berardik? Zerabertoga beramiz. Xo'p, Zeraberto birinchida turibdi va uni bosamiz. Va 29 da va uning training leveli o'tdi. 29 bo'lib, endi unga 30 qilish uchun 16000 XP berish kerak. Bizani pas o'yinchilarimiz bo'lsa beramiz. Tezligi 36, defendingiga 13 qo'shildi, shotingiga 19. Juda ham yaxshi qo'shildi. Biz bu yerdan Gabrielni ham full qilib olamiz. Gabriel full. Juda ham yaxshi himoyachi, juda ham kuchli. Menga yoqadi. Buni kuchiga beramiz, boshqa narsasi yo'q beradigan, chunki qolganlari hujumga yaroqli o'yinchilar uchun u himoyada turadi. Bizda striker Henry. Buni ham Dudekni ham almashtirishimiz kerak. Iloji bo'lsa Sabazlay va Olesey ham. Hozircha Sabazlay, Olesey, Henry o'zini oqlayapti, lekin Dudekga unchalik o'zini oqlayapti deya olmayman. Juda ham kuchsiz. Hozirda 119 da kelgan. Ularga menimcha Dudek chidab bera olmaydi, chunki anchagina kuchli. Juda ham udarlari kuchli o'yinchilar kelgan. Dudek faqatgina sakrashdan boshqasini bilmayapti. Shuning uchun uni almashtiramiz. Men hozircha ko'zlayotganim David Raya Chempion Ligasida Arsenal finalgacha bordi va PSJga yana mag'lubiyatga uchradi. PSJ o'tgan yil ham, bu yil ham Chempion Ligasini yutdi. Shuning uchun Arsenal finalga chiqqani uchun ham Raya 119 bo'lib keldi. Uni biz olishimiz kerak. Uni harakat qilamiz. Bizning Zeraberto'miz driblingi 192, tezligi 192, shotingi 142, himoyasi 145, kuchi 134, pasi 189 bo'lib kuchaymoqda. Zeraberto juda ham yaxshi, tezliklari o'zini eplab keta oladi. Xohlasa hujumga ham chiqib ketishi mumkin. Hozirda bizning akkauntimiz shunday ko'rinishda. Bularni olib tashlaymiz. Chalkanoglu, qandaydir Elma, qandaydir Sete va bu yerda Sanchez, Riz, Kunde qolmoqda. Bularni ham berib olishimiz kerak. Bizga yaroqsiz o'yinchilar hozircha turaveradi. Xo'p, biz endi qiladigan ishimiz draft ochamiz. Vaqti keldi. 18 ta draft bizni kutib ol. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Raya kelgan. Uzr, Daya deb bordim bilmasdan. Va bu yerda Kvaratskhelia 155, 150 juda ham zo'r. Dembele 156 tezlik juda ham. Driblingi ham shunga yarasha 156 va Vitinha anchagina zo'r o'yinchilar yig'ilgan va Raya buni biz olishga harakat qilamiz. Xo'p, endi biz Marquinhos 119 o'g'ri 154 himoya juda ham yaxshi. Nuno Mendes juda ham yaxshi elbi. Bunda elbalar kam uchraydi. O'zini yoshiga nisbatan anchagina tajribali va kuchli o'yinchi. Biza The World Game, ya'ni jahon chempionatining birinchi haftasi va birinchi draftini ochamiz. Bizaga menimcha hech kim tushmadi. Sabah 112 o'yinchi tushmoqda hozircha va keyingisi juda ham kam yurmoqda. Bu yerda walkout bo'ladi. Xo'p, bizda Avstraliya SM va bu 115 Irvine degan o'yinchi tushmoqda, avstraliyalik. Bu yerda Cherki, Marquez, eng yaxshi Rivaldo bor. Juda ham yaxshi o'yinchi Rivaldo 120 o'g'ri va bu yerda bizaning
yurtdoshimiz 118 o'rinli Husanov ham bor. U anchagina yaxshi kelgan. Bizga hozircha omad kelmayapti, ya'ni kulib boqmayapti desam ham to'g'ri bo'ladi. Va yana 5 kuchdi va bizada Xolmatov 112 sapnik yaxshi o'zbekistonlik ko'ramiz. 112 dribling, 117 pas, 108 tezlik, 94 tepishi. Xolmatovning rasmi qo'yilmagan yoki mening telefonim hali yuklab olgan yo'q rasmini. Xo'p, bizda keyingi pak. Bu yerda esa kim yashiringan? Musor. Bizda 12 taraf qolmoqda. Keyingisi menimcha yana Musor tushadi. Ko'nglim sezyapti va mana 5 yurdi yana. 110. Nega bizga omad kelmayapti? Xo'p, bu yerda oshdi. Menimcha 117 bo'lish kerak, chunki o'sha 200 tomonga oshib ketdi. Elba. Kim bor Elbadan? Hinkapye tushmoqda. Uzr, noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam, kommentariyaga to'g'ri talaffuz qilib yozib qo'yasizlar. Xo'p, bizda 10 ta taraf qoldi. 10 ta ochamiz. Qani ketdik. Go kim tushadi? Menimcha umidimizni tutsak ham bo'ladi yaxshi o'yinchidan. Chunki o'sha hidini bildim mana. Kim bo'lishi mumkin? Xo'p. Belgiya, Elva, Doku tushmoqda. Doku 117. Yaxshi, xursand bo'lsa bo'ladi va bu yerda Ishmurodov tushmoqda 114. Hamyurtimiz. 99 tezlik, 124 defending. 110 ularga bu juda ham yaxshi degan. Bu yerda Doku 5 ga to'g'ri yo'q ekan, 109 tezlik, yaqin 150 o'zi tezligini ko'tarib qo'yish kerak edi, chunki 150 dan ham yuqori Dokuning tezligi ko'pchilik bilsa kerak, juda ham tez yuguradi. Bizda esa taraf tugadi va bu yerda hali ham 31, 2, 3 turibdi. Bu yerda Chempion Ligasi usul best 11 degan taraflar ham bor. Bu yerda Olise 120. Juda ham yaxshi o'yinchilar. Bizga esa birontasi tushmagan. Biza Yamalni 119 ni, ya'ni 30 ga almashtirib olganmiz. 117, 116, 115 berib. Mana bu yerda Husanovning rasmi va Joan Neves ham bor. Bu esa Rivaldo. 5 ga to'g'ri yo'q, 154 tezlik o'ylayapsiz. Mana bizning Husanov o'zbekistonlik hamyurtimiz 5 ga 3 oyoq, defending 148, tezligi 140. Men tezligini pasaytirib qo'shdi. To'g'ri, sizlar ko'rgansizlar. APLni eng kuchli, ya'ni eng tez yuguradigan o'yinchisi bo'lgan, lekin Haalanddan tezligi pas. Nega bilmadim. Juda ham tez yuguradi. Men 148 yoki 149 kutgan edim tezligini, lekin bu yerda 140 bo'lib qoldi. No, mayli. Zato 118 bo'lib kelibdi. Xo'p. Bizda 4000 ta bor ekan. Hozir biz endi o'yinchilar almashtirib olamiz. O'zbekistonlik o'yinchilarni bermaymiz, chunki ular bizga kerak bo'lishi mumkin. Ularni olib qo'yamizmi yoki berib boramiz? Xo'p, Ashurmatov va Xolmatovni berib yubormasak kerak. Berib yubormaymiz ham, bizga kerak bo'lishi mumkin. Bizda 10,000 ta hozirgi paytda star singles, ya'ni shartlari bor. Buni shart desak ham bo'laveradi. Shart, ya'ni star shart. 10,475 ta bor hozircha bizda. Xo'p. Bizda endi boshqa berib yuboradigan o'yinchilar yo'q. 10,000 taga yaxshi o'yinchi ham bera olmaydi, shuning uchun biz kutamiz. David Rayaga yig'yapman hozircha. Mening maqsadim David Raya. Boshqa o'yinchi emas. 24,150 ta. Bizga 15,000 ta yetib ortadi. 908
50 ta qoladi 15 mingtadan. Va bu yerda bizda yaxshigina play stil bor. Yugurib tez chiqadi, ya'ni o'zini darvozabon o'zini pozitsiyasidan, ya'ni gakkasidan yugurib chiqib to'pni tez olib oladi. Ba'zi o'ratoqlarga o'xshab suslanmaydi va endi biza buni boshqa golkiperlardan solishtirib ko'ramiz. Qarang, qanday natija ko'rsatib bera oladi bizaga. Hop, biz Dudek bilan solishtirib ko'ramiz birinchi navbatda. Dudek bilan bir dona ham yaxshi joy qoldirib bermayapti. O'zini David Raya bilan ham, endi Kobe bilan bitta, Wander Sar bilan ham 0 ta, Jon Garsiya ham 0 ta, Kobe shu bitta dona refleks yutyapti. Buffon bilan ham 0 ta. Qo'yil. Yana kim bor? Kahin bor ekan. U Kahin endi bizga kerak emas o'yinchi. Hop, biz endi o'yinchi qidiramiz. 119 118 shura atrofida qidiramiz. Hop, biz programmaga kirib ketib qoldik. Endi boshidan search qilish kerak. Golkiper qilib qo'yamiz, tamom bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Nima bu? Bu faqat bizniki ekan. Biz bu yerda boshqacha terib qo'ydikmi? Nima qildik? Nimaga bunaqa chiqarib qo'ydi? Qanaqa? Recommendedga kirib turib izlash kerak ekan. Golkiper tamom. Hop, bizga kimlar chiqadi? Birinchi chiqqanini Kobe solishtirib ko'rdik. David Ryan solishtirib ko'rdik. Menimcha boshqa solishtiradigan o'yinchi yo'q ekan. Kim bor? Boshqa yo'q-da. Bu yerda solishtirib ko'radigan o'yinchi. Tushunarli. Hop, bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Johnny FC. Like va obunachingizdan chiqmasin. Bizani 99% odam obuna bo'lmasdan ko'radi. Hatto 50% yetkazish niyatidaman. Sizlar bilan Johnny FC bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.